Barchaga assalomu alaykum. Bugun mana navbatdagi mavzuyimiz. Bizga mana son o'qi berilgan bo'lsin. Son o'qida 0 dan 10 tarafga joylashgan sonlar musbat sonlar deyiladi. Ya'ni 0 dan 10 tarafga joylashgan sonlar deyiladi. 0 dan chap tarafga joylashgan sonlar manfiy sonlar deyiladi. Ana endi butun sonlar. E'tibor qilayotgan bo'lsalar 1, 2, 3 va hokazo bu tarafga natural sonlar ketdi. Xuddi shu natural sonlarda minuslar bu tarafga qarab ketdi. Va ortda 0 shu sonlar to'plamiga butun sonlar to'plami deyiladi. Qarama-qarshi sonlar. Yig'indisi 0 ga teng bo'lgan sonlar qarama-qarshi sonlar deyiladi. Yoki son o'qida 0 dan bir xil masofada joylashgan sonlar ham qarama-qarshi sonlar deyiladi. 0. Birimiz 0 dan 1 birlik masofada. Minus birimiz ham 1 birlik masofada. Ya'ni minus 1 bilan 1 0 dan bir xil masofada joylashgan. Bu shu ikkalovi endi qarama-qarshi sonlar. Minus 1 va 1 qarama-qarshi son. Aytishimiz mumkin minus 2 va 2, minus 3 va 3, minus 3 dan 0 gacha bo'lgan masofa 1, 2, 3 birlik, 0 dan 3 gacha bo'lgan masofa ham 1, 2, 3 birlik. Ya'ni 0 gacha 0 dan bir xil masofada turibdi. Bularimiz endi qarama-qarshi sonlar bo'lar ekan. Ana endi butun sonlarning ustida amallar. Biz oldin sizlarni o'rganganmiz. Misol uchun mana 5 dan 3 ta ayirsak 2 deganmiz oldin mana. Ana endi bu mavzularda biz shunaqa narsalarga to'g'ri kelamiz ekanki, -5 qo'shilgan 3 deb aniq qilib berar ekan. Buni qara ayiramiz endi. Sonlarda ishorasiga qaraganda shunchaki sonni o'ziga qaraymiz. 5, 3. Bittasida minus, bittasida plyus turgan bo'lsa, kattasidan kichigini ayiramiz bo'ldi. Ayiramiz ekan. 5 dan ayiramiz 3 ni. 2 bo'ladi. Kattasini ishorasini qo'yamiz. Minusga qaramaymiz. 5 kattami, 3 kattami? 5 katta. Kattasini ishorasi minus, ya'ni minusini qo'yamiz ekan oxirida. Ana endi -5, -3 bo'ladigan bo'lsa-chi. Ikkita minus turgan bo'lsa, ya'ni ikkala sonni ham yonida minus turgan bo'lsa, shunchaki shu ikkala sonlarni qo'shamiz. 8. Ikkalasida ham minus borligi uchun javobda ham endi minus bo'ladi. Ana endi ko'paytirishda -2 ko'paygan 5 bo'ladigan bo'lsa, birinchi 2 ga 5 ko'paytirib olamiz ekan. 10 yozamiz mana. Minus ishorani minus agar ko'paytmada bir marta qatnashgan bo'lsa, oxirgi javobda ham bo'ladi. Ana endi -2 ko'paygan -5, aytaylik ko'paygan -1. 2 ga 5 ko'paytiramiz. Birinchi sonlarni ko'paytirib chiqaramiz. 2 ga 5 ko'paytirsak 10, 10 ga 1 ko'paytirsak 10. 10 o'zini yozamiz. Minuslar sanaymiz. Agar minuslar to'qi marta bo'ladigan bo'lsa, oxirgi javobda ham bo'ladi. Juft marta bo'ladigan bo'lsa, oxirgi javobda bo'lmaydi. 1, 2, 3 da ya'ni to'qi marta bor ekan, oxirgi javobda bo'ladi. Ya'ni -10 degan natijaga ega bo'lamiz. Xo'p. -20 bo'lingan 4. 24 ga bo'lamiz 5. Bo'linmada bir marta qatnashayotgan bo'lsa, minus oxirgi javobda ham bo'ladi. Agar shu yerda -20 bo'lingan -4 bo'lganda edi. 24 ga bo'lamiz 5. -2 marta qatnashyapti, oxirgi javobda ham bo'lmaydi. Ya'ni -2 marta qatnashyapti, oxirgi javobda minus bo'lmaydi. Ana endi kitobdagi savollardan ko'raylik. -14 qo'shilgan -9 minusdan 14 + 9. Shu kalovni deyapti, taqqoslang deyapti. Qaysi biri katta yoki tengmi? Xo'p, kaos ochayotganda kaos tashqarisida minus yo'qoladigan bo'lsa, bu tashqaridagi minus bitta o'zi chiqib ketadi. -14 yozishimiz mumkin. Plus minus turgan bo'lsa, ya'ni bitta plus bitta minus turgan bo'lsa, bu minus degan, -9. Agar endi ikkalovida ham agar minus bo'ladigan bo'lsa, uni o'rniga shunchaki 9 ni qo'ysak, 23 bo'lar ekan. Ikkalovida ham minus bor, oxirgi javobda ham bo'ladi. Mana bu narsamiz natijasi -23 ekan. Mana bu narsa. 14 ga qo'shamiz 9 ni. 23, yordam minus o'chirib qo'ysak -23. Ya'ni bu ikkalovida ham -23 chiqdi, demak bu ikkalovi bir-biriga teng ekan.
minus 12 qo'shilgan minus 8. Plus minus turgan bo'lsa, bitta minus bo'ladi. Minusni chiqarib olamiz oldiga. Minus 12 minus 8. Ikkalasida ham minus turgan bo'lsa, shunchaki bu sonlarni qo'shib qo'ysak bo'ladi. 12 ga 8 ni qo'shsak 20, ikkalasida ham minus borligi uchun oxirgi javobda ham minus bo'ladi. Minus 20. Endi shu savolga ko'raylik. Minus 20 o'zini yozamiz. Ikkita minus turgan bo'lsa, bu plus bo'lib ketadi. Ikkita minus plus degani plus 1. Minus 20 plus 1. 20 dan 1 ayiramiz 19. 1 da minus, 1 da plus bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kattasidan kichigini ayirdik mana 19. Kattasini ishorasini qo'yamiz. Minus 19 bo'ladi. Ushbu ifodani hisoblaylik. 7 ga 2 ni ko'paytirsak 14, minus 1 marta qatnashyapti, ko'paytmadi. Oxirgi javobda ham minus bo'ladi. 50 ni bo'lamiz 5 ga 10. 1 marta qatnashyapti, minusimiz. Ya'ni minus 10 degan javob bo'ladi. Ana endi minus 14 o'zini yozamiz. Plus minus turgan bo'lsa, minus chiqib ketadi oldiga, minus 10. Minus 14, minus 10 bo'ladigan bo'lsa, 14 ga 10 ni qo'shsam 24. Oxirgi javobda minus bo'ladi. Minus 24 degan natija bo'lar ekan. Bugungi mavzuyimiz shu narsalardan iborat. E'tiborlar uchun rahmat.